Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli obunachilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Akfa Alumin J306 xalq tilida mokriy deb qo'yishadi, mokriy asfalt. Seriya rangdagi ishimizni olib keldik. Alyuminga bir qavat seriya oynaga olib kelganmiz. Bu ishimizni Andijon buloq bosh tuman Rayish qishlog'iga olib keldik. Общий 7 ta rom, 5 ta eshik, 4 ta portishga, 5 ta portishga olib berdik. Romlarimiz hammasi standart, 1,5 ga 1,5. Romlarimiz 1.50 ga bo'ygan, 1.50 bo'lgan, o'rtadan bitta ochilish qilib berganmiz. Kirish eshigimiz 2.40 ga 1.30. Ruchkalarini o'zini firma ruchkalaridan qo'yib berdik. Akfaning ruchkalaridan. Qolgan ishlarimiz ichkarida. Oshxonaga kirishimiz ham 5 ta eshigimiz, ikkitasi 2 qanotli bo'lgan. Boy 2.30 ga 1.10 bo'lgan. Yopilish yeroklari yaxshi chiqdi bo'lsa. Romlarimiz ichkarida ham 3 ta rom. Bu koridor ekan. Ichkaridan ko'rinish patagoniyalarini 30 patagoniyalarini qo'yib berdik. Patagoniylarimiz seriya o'zining rangida bo'lgan. Romlarimiz ruchkalarini katta ruchkadan qo'yib berdik. Tumaloq hovlisi yangi chiqqan ruchkamizdan qo'yib berdik. Ko'rinishlari ham chiroyli ko'rinadi. Xudosi 3 ta, 5 ta eshikda 3 tasi bir qanotlik eshiklarimiz. Hammasini ruchkalarini o'zini aka firmasining ruchkalaridan qo'yib berdik. Taglariga alkafon solib, eshiklarning oynasini gulli qilib berganmiz. Bu ichkarida 3 ta rom, 3 ta eshik, bitta hammom eshik bo'lgan. Portishkalar, ko'cha tarafi portishkalari. Mexanizm qo'yib berganmiz. Shunaqa portishkadan 5 ta bor. 95 ga 45 lik portishkamizdan. Portishkamizga mexanizm qo'yib berganmiz. Xohlagan joyiga, olagan grasiga ochilaveradigan. Hamma romlariga 30 lik patagoniylar qo'yib berdik. Xohlasa ishlarimiz yaxshi chiqdi. Uy tegasiga yoqdi. Narxlarga keladigan bo'lsak, hop bitta romimiz 2 kvadrat bo'lsa, 2,5 kvadrat bo'lsa 1.600.000, 1,5 million atrofiga chiqyapti. 600 mingdan chiqyapti romlarimiz kvadrati bir qavat oynaga. Eshiklarimiz 780 atrofida chiqyapti. Shu bitta bir qanotli eshigimiz 1,5 millionga bo'lyapti. Akfan originaliga. Romlarimiz 1,5 million, 1.600.000 ga patagoniyalari bilan chiqyapti. 1,5 ga 1,5 romlarimiz. 2 qanotli eshiklarimiz 2.200.000 ga chiqyapti. Bir qavat oynaga, 2 qavat oynaga 2.400.000. 1.20 ga 2.30 atrofida 2 qanotli eshiklarimiz 2.200.000 ga chiqyapti. Hammasi Akfan originaliga bo'lyapti. Oshiq-moshiq ruchka, zamon, rezinka hammasi bo'lib Akfaga bo'lyapti. Portishkalar har xil, kichkinalari 300 ming, kattalari 500 mingga yaqin chiqyapti. Narx so'raganlarga bir qator eslatib qo'ydik. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarsa, nomerlarimiz 99 lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Bemalol murojaat qilishlari mumkin obunachilar. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli qilib o'lchab o'rnatib beramiz. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi videolarimizni ko'rib turasizlar. Rahmat, hammalarga sog' bo'linglar.